Assalomu alaykum hammaga. Manimcha hozir hamma bolasini bog'chaga tashlab, yo ishga, yo menga o'xshab yana uyga qaytib kelyapti. Bugun bitta hozir ertalabdan oyijon ishga ketyaptilar. Yo'lda bitta Damas chiqib qoldi deydi. O'tiring, olib chiqib qo'yaman ko'chani boshigacha deydi. Zotilar. Parkentli ekan. Men o'zi parkentliman. Parkentda misol uchun mahallani ichida yashashsa odamlar ichkariroq mahallada yashashsa ko'chani boshigacha shundoq to'xtaydi, o'tiring deb olib chiqib ketaveradi. Odamlar uchun bu oddiy holatda. Hozir oyijon anaqa aytib beryaptilar, mana shunaqa olib chiqib qo'ydi, shunaqa parkentli ekan deyaptilar. Men aytaman, oyijon parkentda shunaqa mahallalarni ichida yashashsa shundoq o'tiring deb olib chiqib qo'yishadi deyapman. Shunaqa paytlar faxrlanib ketaman deb parkentga.